Navbatdagi 700 kvadratdan oshiq obyektimizni 100% podключ remontlarni qilib bitirdik. Hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Bu xonadonimiz boshqa uylarga nisbatan juda ham o'zgacha detallari bor. Birinchi bo'lib an'anamizga sodiq qolgan holatda oshxonadan boshlaymiz. Bu oshxonamiz ko'rayotgan bo'lsanglar juda ham katta qilingan, lekin joylardan unumli foydalanilgan. Oshxonamiz mebellarni ham katta qilib qo'ymaganmiz. Bu oila kichkina oila bo'lganligi hisobiga uyni razmeriga moslab ketganmiz. Ro'shan, bu oshxonamizda nima senga ko'proq yoqadi? Menga ko'proq yoqadigan narsa bu yerda oynali перегородка. Misol uchun bu yerda ish qilayotganda ham televizor ko'rib, bemalol ish qilsa bo'ladi. Bu yerda o'tirgan odamlar bilan bemalol gaplashsa bo'ladi. Va buni razvijnon qilganmiz. Mabodo ovqat qilayotganda hidi chiqmasligi uchun. Hozirgi kunda zamonaviy interyerda razvijnoy eshiklarimiz juda ham urfga kirib borgan. Kimgadir qora rang yoqmasligi mumkin. Mana shunaqa neoklassik uylarimizda buni MDF crashing qilib yorqin ranglagan bo'yab chiqsa bo'ladi. O'tgan safargi oshxonamizdan bu oshxonamizning farqlarini bitta-bitta sanab beraylik. O'tgan safargi obyektimizning toshlarimiz aksentli toshlaydi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, tomirlari mayda, nejniy kvarts toshli ishlatilgan. Sababi bu hol bilan oshxona birlashib ketgani uchun bu yerda o'zi dekorlar juda ko'p ishlatilgan. Shuning uchun qolgan narsalarni ba'ziga ishlatishga harakat qilganmiz. Kuxnyamizning dizayni boshqa uyiga bo'lgan, mijozimizni ayollarga ko'rsatganimizda yoqib qoldi esingizmi? Ana ranglari hamma narsasi yoquvdi. Bu oshxonadan dizaynni olgan bo'lsak ham, lekin ranglarini, mexanizmlarini mana shu uyni o'zini egalariga moslab qilib berganmiz. Bu mexanizmning oti pull down. Quruq ziravorli qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ayollarga ishlatishga juda ham qulay narsa. Bu uyimizning egalari birinchi marta chaqirganlarda chala joyligini ko'rib hayron bo'lganmiz va bunaqa obyektlarni biz qilmaymiz deb aytganmiz. Mijoz bizga holatni to'liq tushuntirganlar va men sherigim bilan maslahatlashganman. Mijoz bizga to'g'ri kelganlari uchun shu joyni shilib boshqatdan remont qilishni taklifini berganmiz. Mijozimizga yoqqan va shu bo'yicha biz podключ remontlarni qilib bitirib berdik. Bu yerda xatolar bo'lgan, nima xatolar bo'lgan? Santexnika boshqatdan переделка bo'lgan, elektrika ham boshqatdan переделка bo'lgan va bu yerda planirovka, mebelirovkalarda ham o'zgarishlar bo'lgan. Maksimalniy to'g'rilab mijozimizga moslashga harakat qilganmiz. Bu uyimizda Ro'shan esingda bo'lsa, o'sha prorabdan sal noliganlar, sababi eshitishimizcha katta pulga tushib qolganlar. Sababi qurilish uchun pul bergan ekanlar va u prorab yo'q bo'lib qolgan. Eng qiziq tarafi bu prorab ham tanish bo'lgan ekan deb aytgan edilar esingda bo'lsa. Shunaqa muammoni aytganlardan keyin men shartnoma bilan ishlaymiz deganman va ularga yoqqan. Sababi og'zaki kelishganlar hamma narsani qishqatdi, u narsani keltirib isbotlab ham bera olmaganlar. U narsani orqasidan yurishga vaqtlari ham bo'lmaganda. O'shaning uchun maslahat berib ketishga harakat qilamiz. Qurilish qilmoqchi bo'lsanglar, u quruvchilarni yo prorablarni yaxshilab surishtiringlar. Faqat ani tanish ekan deb ishonib qolmanglar. Ro'shan aytib o'tganda, bu yerda planirovka umuman boshqacha bo'lgan, ostrov bu yoqda bo'lgan. Mana shunaqa kanalizatsiya joyi chiqib qolgan, mana ko'rishinglar mumkin. Endi mana shu переделкаning mana shu yomon tarafi bor. Yana bu ostrovimizning oldiga vinnik xolodilnikini qo'yib berganmiz. Sababi har xil mijozlar bilan ishlaymiz, ularni talabini bilgan holatda yechimlar berib ketamiz. Bu oshxonamizning yana bitta qulay tarafi yozgi oshxonaga yaqin. Mabodo qovuriladigan ovqatlar bo'lsa, shu yerda qovurib ichkariga olib kirsa ham bo'ladi. Ko'pchilik uzoqda qilib qo'yadi yoki oldi hovlida qilib qo'yishadi. Kirgan odam ham ko'zi tushadi bu narsalarga. Bu yerda pardani yopib qo'ysa ko'rinmaydi. Rostdan ham shu yozgi oshxona qishki oshxonaga yaqin bo'lgani juda ham qulay hisoblanadi. Uchastka qurmoqchi bo'lganingizda planirovkada shuni o'ylab ketsanglar juda ham foydali bo'ladi. Oshxonamizdan chiqqanimizdan keyin shunaqa katta holimiz joylashgan. Ro'shan mana shu uyimizda mana shu lyustra juda ham ko'p bahslar bo'ldi. Shunaqa bu yerda o'zi
oxirgi etapda ayollar ham qatnashadigan joylari bo'ladi. Ayniqsa mana shu lyustra, dekorlar, boshqalar bilan tanlayotganda ayollarni ko'pchilik mijozlarimizni qo'shtirishmaydi. Sababi qurilishda asosan komandada erkak kishilar bo'ladi. Erkak kishiga ayol kishini aralashtirgisi kelmaydi mijozlar. Biza shuni o'ylab ketgan holatda bitta ayol komplektatorimiz bor va oxirgi bosqichlarda shunaqa detallarni mijozimizning ayollari bilan birga tanlashadi. Bu qo'limizda shu lyustraga har bitta detal bir-biriga mos kelishi kerak. Mana uyimizni egalarining ayollari va bizning komplektatorlarimiz qo'limizda Rosso Levanto mramor toshlarini ishlatib ketganmiz. Shu dekorativniy podushka, lyustralarimiz va pattivilarimiz uchun juda ham mos keldi deb bilamiz. Bu ko'rayotgan ekraningizda aqlli uy tizimi, ko'p funksiyalari bor. Bundan tashqari VRF tizimimiz ham bor. Havoni ham tozalab beradi va konditsioner sifatida foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkentda juda ham changli havo bo'lgani hisobiga rekuperator qo'yishinglarni maslahat beramiz. Va buni ham to'g'ri qilsanglar ishlaydi, agar to'g'ri qilmasanglar pulinglar havoga uchadi. Ro'shan, bu uyimizda mana shu zinamiz, perillalarimiz, balasinalarimiz noodatiy chiqqan, nima deb o'ylaysiz? Shunaqa noodatiy bo'lgan, menga ham yoqadi. Mijozimizni mana shu boshidan zinani mramor qilamiz dedilar. To'g'ri, bu ozgina xavfliroq, lekin chiroyli vid beradi. Keyin bunga yana bitta дополнительный narsa qo'yib ketganmiz. Mramor zax bo'ladi, oyoq muzlaydi. Shuning uchun biz elektronniy tepli pol ham tashab ketganmiz zina uchun. Mramorga moslab stoykalarimiz, balasinalarimizni ham qora rangda qilganmiz. Yana bu uyimizni konsepsiyasini ko'rayotgan bo'lsanglar, ranglar palitrasi juda ham zo'r tanlangan deb bilaman. Sababi ko'p ahamiyat berganmisan, Ro'shan hamma yo oppoq qilib tashlaydi uyini yoki to'q qilib qo'yadi. Bu yerda o'sha oq bilan to'q rangni aksentni qilib bir-biriga aralashtirib ishlatganmiz va umumiy interyerda menimcha chiroyli chiqqan deb bilaman. Agar faqat och rangni o'zini ishlatadigan bo'lsanglar, oddiy kommersiy binolarga o'xshab qoladi. Misol uchun banisalarga o'xshab qolishi ham mumkin. Ammo biz kelganimizda esingda bo'lsa, skriti eshiklar qo'yilgan edi. Mana shu yerda biz katta o'zgarish qila olmadik. Buni minuslarini ham bitta aytib ketaylik. Remont qilmoqchi bo'lgan odamlarga maslahatimiz, skriti eshikni podpokraska, ya'ni emulsiyaga bo'yalgan variantini qo'yishinglarni maslahat bermaymiz. Nimaga? Sababi odamning qo'lida yog'i bo'ladi, eshigiga tegandan keyin kir bo'lib boshlaydi. Bu narsa 3 oy, 5 oy, 1 yilda bir marta ekspluatatsiya qilib, malyar chaqirtirib, asvit qilib turish kerak bo'ladi. Tiyagalarni ham aytib ketaylik. Agar bu yerda qattiqroq ochiladigan bo'lsa, stopimiz bor. Stopimizdan ham o'tib ketsa, bu yerda tiyagalarga ziyon yetish ehtimoli bor. Zalimizda shunaqa ikkita kresloli zona bor va stol zona, televizor zonalarimiz joylashgan va bu yerda ahamiyat berib qarasanglar, mana shu TV zonani oldidagi oynamiz ham sal boshqacharoq. Italyanskiy mebellarda esingda bo'lsa, mana shunaqa modellar bo'lardi, oynali. Juda qimmat bo'lardi. Hozir bu narxi dostupniy bo'lib qolgan. Shunaqa noodatiy narsa, yangicha narsa mijozimizga biz taklif qilganimizda qo'yib ko'raylik dedilar. Bular ham yengillikdan qo'rqishmaydi va chiroyli chiqdi. Yana bitta bu zalimizda tiyagalarini gulli qilganmiz. Eshiklarida shunaqa tarjisvenniroq, ya'ni hashamat beradigan detallar ishlatib ketganmiz. Keyin zalda har doim yana aytib o'tganimizdek, mana shunaqa alohida zona ham qilib qo'ysanglar, juda ham qulay bo'ladi. Bu uyimizda hamma xonalarda biralari o'zgacha. Sababi har bittasini bittalab taqib ko'rganmiz va mijozimiz ko'rganlar, bizni ko'rib har bitta xonaga mana shu biralarni tanlaganmiz. Perdelkani bu yerda ham ta'siri bo'lgan. Mana shu TV zonani o'rtasini kirgizganmiz. Sababi kanalli konditsionerimizning reshotkasi tushib qolgan. O'zi bunaqa bo'lmasligi uchun VRF ga oldindan dizaynni moslab chizish kerak bo'ladi. Shunda lyustralarning o'rniga mana shunaqa mebellarning tepasiga tushib qolmaydi. Misol uchun VRF da har doim misol uchun korobka qilmoqchimisizlar, noldan uy qurmoqchimisizlar, oldindan VRF qilasizmi, qilmaysizmi, oldindan aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Sababi korobkani qurib qo'ygandan keyin biz ko'p ahamiyat berganmiz. Korobka holatda uy olgan bo'lsak ham VRF qilib beringlar deydi. O'sha ko'p joylar teshilishga to'g'ri keladi. Rigillardan patologlar o'sha urvilari pastga tushib ketadi.
Shuning uchun biz o'zimiz qurayotgan obyektlarni, noldan qurayotgan obyektimizni birinchi bo'lib mijozga VRF qilasizmi, yo'qmi degan savolni beramiz. Shunaqa ko'pchilik boshida qilaman deydi, lekin bu kichkina summali narsa emas. Taxminan 500-800 kvadratli uchastkaligi 30 mingdan 80 ming dollargacha pul ketadi. Shuni hisobini olib ketishinglarni maslahat beramiz. Bu uyimizda yana birinchi etajda родительский spalniya, ya'ni ota-onalar yotoqxonasi joylashgan. Bu yotoqxonaning dizayni ham 3-4 yil oldingi stilli dizaynlar edi. Biz o'zgartirganmiz. Mijoz bilan maslahatlashgan holda dizaynni eski holatini ham ko'rsanglar bo'ladi, hozirgi holatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu xonani rostdan ham aytamiz, ana dizayn eski bo'lgan, hamma narsani o'sha klientimiz bilan, mijozimiz bilan kelishgan holatda qilganmiz. Misol uchun biz variant berganmiz, ular variant berganlar. Xullas, bu yerda o'sha uy egalari va biza jamoa bo'lib ishlaganmiz. Bu narsani tanlash oson bo'lmagan, chunki mijozning o'zlarining dillari ham juda nozik. Menga yana bitta yoqadigan joyi mana shu bira bo'ladi. Spalniyaga shunaqa bira podsvetkalar qo'yish maslahat beraman. Uxlashdan oldin ozgina yorug'lik kerak bo'ladi. Shu paytda yoqsanglar yaxshi. Yana bitta bu yaxshi tarafi tosh effektini beradigan bira tanlaganmiz va tumbani ustiga ham tabiiy tosh ishlatganmiz. Bu ikkinchi etaj holimiz. Hozir bittalab har bir xonalarni tushuntirib beramiz. Eng qiziq xonalar ham shu yerda joylashgan. Ikkinchi etajimizda har doim Ro'shan bilasan, o'zimiz noldan uy qurayotganimizda planirovkada divanli zona, TV zona qilib ketamiz. Birinchi etajda ham divanli TV zona bo'lgani, ikkinchi etajda ham bo'lgani yaxshi. Sababi oila yarimi pastda, yarimi tepada o'tirsa ham bo'ladi. Bir-biriga xalaqit qilmaydigan holatda. Ikkinchi etajimizning eshiklari boshqacha rang edi, esingdami? Men moldinglari ham tilla rang edi. Bu narsani biz latonga o'zgartirdik va devorimizning rangiga yaqin qildik. Shunda bitta konsepsiya bo'lib ketdi. O'zgargandan keyin juda ham chiroyli chiqdi. Yana plus tarafi nima? Ikkinchi etajda biralar sonini ko'paytirganmiz. Nimaga? Juda ham yorug' ko'rinadi interyer. Eshik bilan devor bir-biriga uyg'un bo'lib ketgandek ko'rinyapti. Yana bitta ma'lumot, bira qo'yayotganda har doim yoki obshivkaga yoki tabiiy dekor joylarga qo'yiladi o'zi. Chunki malyarkani qanaqadir kamchiliklarni ko'rsatib qo'yadi. Biz malyarkani bu yerda idealni qilganmiz. Bira qo'yganda ham defektlari ko'rinmayapti. Malyarkamiz kачествоsi K3 kачествосida bo'lgan. Mijozimizning ikkita o'g'il farzandlari bor. O'g'il bolalar uchun juda ham idealni xona deb bilamiz. Ro'shan, nima deb o'ylaysan? Qanaqa chiqdi deb o'ylaysan bu detskiyimiz? Menga eng yoqqan xonalardan bittasi bo'ldi. Sababi oldin bunaqa dizaynerskiy ham qulay xonalar bo'lmagan. Bu yerda qulayligi nimada? Orqalarini hammasini shkaf qilganmiz. Kravatlarni tagini shkaf qilganmiz. Chunki yosh bolalarning xonasi tez yoyilib ketadi. Bu yerda ranglar ham zo'r tanlangan, yorqin ranglar bor. O'g'il bolalarga tushadigan juda ham chiroyli ranglar tanlangan. Bu xonamizda o'g'il bolalar uchun ikkita dars qiladigan zona qilingan va bu zonalar ikkiga ajratib qilganmiz. Sababi bolalar dars qilayotganda bir-biriga xalaqit qilib qolmaydi. Va maksimalli shunaqa dekorativniy polkalar qilib ketganmiz. Dekorativniy o'yinchoqlar, kerakli narsalar, misol uchun qanaqadir yutuqlari bo'lsa, bolani mana shu narsalarni qo'yib qo'ysa, juda ham interyer chiroyli ko'rinadi. Mana shu ko'p yillar davomida ishlaganimizda Ro'shan bitta narsaga ahamiyat berganmiz. Har bitta mijozimizda, misol uchun 3 tadan, 4 tadan yoki 2 tadan farzandi bo'lsa, bitta bolalari qanaqadir bizaga interyer qanaqa bo'lishini aniq tushuntirib qo'yishadi. Mana shunaqa bo'lsin, mana bunaqa rang bo'lsin, mana bunaqa narsalar bo'lsin deb har bitta detalni mana shunaqa tushuntirib qo'yadigan bolalar bo'ladi. Bu hamma obyektlarimizda bo'lgan, bilasan? Shunaqa bu obyektimizda ham qizlari shunaqa o'zini fikriga ega, perfeksionist, nozik tabli qiz bo'lgani uchun o'zini xohishlarini aytgan, xonam ro'ziy bo'lsin degan, kravatimni tepasida quyonni quloqlari bo'lsin degan va tasvirlab bergan shu narsani. Biz shundan kelib chiqib bu xonani moslaganmiz va har bitta narsa bir-biriga mos kombinatsiya bo'lgan. To'g'ri, mana sen ham ota-onasi, men ham ota bolalarimiz bor. Bu misol uchun o'ylashinglar mumkin, qanaqadir bolani unaqa aytganini qilish kerak emas. Yo'q, bolani har doim eshitish kerak. Bola o'zi qaror qabul qila oladigan darajada bo'lishi kerak.
Faqat ota-ona yo'l yo'riq ko'rsatsa, 30-40 yoshi to'lganda ham yo'l yo'riq ko'rsatishga to'g'ri kelib qoladi. Bolani mana shu kichkina paytdan tanlash huquqini berish kerak, o'zini hayotini o'zi hal qiladigan darajada bo'lishi kerak deb bilaman. Bu xonadonimizda menga eng yoqadigan xona shu master spalnya bo'ladi. Ro'shan esingda bo'lsa, bu obyektni, bu dizaynni o'zi umuman boshqa obyektga chizgan edik va u narsani realizatsiya qilmagan edik va mijozimiz ayollarga mana shu spalnyani ko'rsatganimizda bittada yoqqan, mana shuni birga bir qilib realizatsiya qilib bering deyilgan. Faqat bu yerda lyustralar o'zgargan. O'zi yotoqxona soddaroq bo'lgani yaxshi, dam olishga juda ham qulay bo'ladi. Bu yerda ham shu narsani qo'llaganmiz va Abbos aytganidek jiddiylik bor va yana bitta menga yoqadigan joyi mijozimizni eshitganlar, shu komplektatorimiz bilan mana shu pastel dekoratsiyalarni bir-biriga moslab tanlaganlar uchun bitta konsepsiyada bo'lgan va chiroyli ko'rinyapti. Ahamiyat berib qarasanglar, devorlarimiz moldinglari gipsvit yagadan qilinmagan poliuretan ishlatilgan. Poliuretan gipsvit yagaga nisbatan ozgina baquvvatroq va 3-4 barobar qimmatroq chiqadi adashmasam va buni eng yaxshi katta plus tarafi qattiq predmetlar teganda gipsga o'xshab uchib qolmaydi, unaqa shikast yetmaydi. Bu uyimizda har bir sanuzelda kafellari teril bo'lgan edi va biz bu kafillar tanlanganiga moslab unitaz, rakvina, simisitrlarni moslab ketganmiz. Har bir xonada o'zini shkaflari mavjud va bu shkaflarni mijozimizga yoqqani uchun hammasini oynali qilganmiz va bir ikkita xonalarimiz Krashinni MDF. Misol uchun oynali shkaflar har doim bagatiyroq ko'rinadi va bitta minus tarafi bor. Oynali shkaf qo'yganinglardan keyin hamma narsa saramjon bo'lishi kerak. Bo'lmasa umumiy vidda sal bardaqroq ko'rinadi, betartibroq ko'rinadi. Mansarda qismini ikkiga bo'lingan, terrasa qismi yozgi oshxona joylashgan va mansarda qismida ham kichkinagina oshxona joylab ketganmiz. Sababi sovuqda bemalol idish tovoni mana shu ichkarida yuvsa bo'ladi va divanli zonalarini ham joylashtirib ketganmiz. Bu xonadonimizning podval qismi. Podval qismida spa zona qilib ketganmiz. Bitta garderob va kotelnilarimiz joylashgan va ko'rib turgan joyinglar katta hol, ham buni domashniy kinoteatr qilib planlashtirib ketganmiz. Mijozimizni mana shu joyga zvyozdiy nebni qilib berishimizni so'ragan edilar. Biz uni hisoblattirdik. Alternativa variantda shuni bergan edik. Bu ham yoqdi mijozimizga, ham arzon chiqdi. Va bu podval qismi bo'lgani uchun podval qismiga ko'pchilik ko'p pul tikisi kelmaydi. Shuning uchun devorlarimizning obshivkasini MDF laminatdan qilganmiz va o'zgacha bu yerda ham atmosfera paydo bo'lgan. Hali podvalimiz 100% bitmadi. Televizorlarimiz bor, akustikalarimizni hal qilsak, xohlasa podvalimizdan ham 100% foydalansa bo'ladi. Bu xonani uyimizning yuragi desak ham bo'ladi, sababi qozonxonamiz ham shu yerda, shitlarimiz ham shu yerga yig'ilgan, basseynimizning оборудованиялari ham shu yerda. Bu xonamizda ham 50% joyi peridelka bo'lgan. Sistemamiz noto'g'ri qilinganligi hisobiga uyimizda yaxshi isimas edi va hozir ancha yaxshi ishlayapti hamma narsamiz. Bu ko'rayotganinglardek garderob xonamiz, mana shunaqa aksentni gilam xohlaganlar mijozimiz va devorimizda ham shunga o'xshash aksentni, mana shu qizg'ish rangga o'xshash kartina qo'yiladi va patologlarni ham shunaqa oyna qilinib, faskalari ochilingan, fasadlari hammasi alframe fasadda ishlatilgan, ichlari laminirованный. Yana дополнительный mexanizmlar ham qilib ketganmiz. Garderob har doim ayollarning orzusidagi xona deb bilaman. Jamoamiz bilan qilgan xizmatlarimiz mijozimizga 100% yoqdi va bitta gap aytdilar. Oldinroq sizlarni topganimda bunaqa ko'p xato qilmasdim, bundan ham zo'r chiqardi degan fikrlarni bildirdilar. Xonadonimizga qilib bergan remontimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, izohlarda o'zingizlarning fikrlarini qoldiringlar. Biz uchun juda ham muhim. Sizlarga ham shunaqa podkruch remont xizmatlari, noldan qurish xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqing.